حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Disclaimer: ushbu videodagi ma'lumotlar faqat ma'rifat hosil qilish maqsadidadir. Bu ma'lumotlarni qabul qilish yo qilmaslik har kimning o'z xohishi. Navruz fors tilida yangi kun degan ma'noni anglatadi. Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Kavkazning ba'zi hududlarida nishonlanadigan astronomik quyosh kalendari bo'yicha yangi yil hisoblanadi. Uning ildizi insoniyatning qadim tarixiga borib taqaladi. Navruz Ahamoniylar imperiyasi davrida Zardushtiylikning diniy bayrami sifatida rasman joriy qilindi. Bu o'lkalarda islom qaror topganidan keyin ham uni nishonlashni davom ettirdilar. Bu bayram bahorda kun bilan tun teng bo'ladigan sanada, ya'ni 20-21 martda nishonlanadi. Navruz asosan musulmonlar fath qilib, islomni yoyish kunlariga qadar Fors imperiyasi hukmron bo'lgan hududlarda nishonlanadi. Islomgacha ularning dini Zardushtiylik bo'lgan. Bugungi kunda Navruz asosan Eron kabi forsiy zabon va turkiy zabon yurtlarida bayram qilinadi. Navruz bayramining islom qadriyatlari bilan hech qanday bog'liqligi yo'q. Unda jamoaviy sayrlar, qo'shiq kuylashlar, raqsga tushishlar uyushtiriladi. Navruzning asosiy elementlaridan biri ulkan gulxanlar hisoblanadi. Mos ravishda bu esa mazkur bayram otashparastlikdan kirib kelganini anglatadi. Bu kabi bayramlarga musulmonlarning munosabati qanday bo'lishi kerak? Shubhasiz bu borada Alloh va uning Rasuli sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga e'tibor qaratishimiz kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina shahriga ko'chib kelganlarida madinaliklarning ikkita bayrami bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga: Alloh sizlarga bu ikki kunni ulardan ko'ra yaxshiroq bo'lgan kunlar, Ramazon va Qurbon hayitiga alishtirdi dedilar. Islom kelguniga qadar Yasrib, ya'ni Madina ahli nishonlaydigan bu ikki bayram Neyruz va Mehrijon edi. Neyruz so'zi forscha Navruz so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bahorning kun va tun teng bo'ladigan paytida nishonlanar edi. Mehrijon bayramining kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, u forscha Mehrigon so'zidan olingan bo'lib, u quyosh yilnomasining oylaridan biri edi. U kuzga teng kunlikda, kuz bayrami sifatida o'tkazilgan. Yasribliklar forslarga taqlid qilishgani sababli ko'pgina urf-odatlar ulardan kirib kelgan edi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam noislomiy bayramlarni nishonlashdan qaytarganlar. Keling bugungi kunda Navruz qanday nishonlanishiga nazar solamiz. Bu bayramda turli xalqlar shu bayramga xos maxsus taomlar tayyorlashadi. Shu taomlardan biri quyosh ramzini bildiruvchi kulchalar, o'tgan yilni anglatuvchi bo'yalgan tuxumlar, bug'doydan tayyorlanadigan sumalak va hokazo. Yana bu bayramda gulxan bilan bog'liq turli marosimlar, masalan, o'tgan yilgi gunohlardan poklanish maqsadida olov ustidan sakrab o'tish, olov atrofida aylanish kabilar bunga misol bo'ladi. Endi keling o'ylab ko'raylik, bularning qay biri islomga aloqador? Navruz ham Maslenitsa kabi majusiylik bayramlardir. Majusiylik esa tavhid aqidasiga zid hisoblanadi. Agar mu'min kishi uni o'z bayrami sifatida nishonlasa, bu bilan majusiy otashparastlikka rozi bo'lib qolgandek bo'ladi. Keling birgalikda oddiy bir savollarga javob berib ko'ramiz. Kim sizni ne'mati bilan siylaydi? Kim sizning gunohlaringizni mag'firat qiladi? Shubhasiz Alloh subhanahu va taolo. Xulosa o'rnida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadislarini eslatib o'tmoqchiman. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Kim bir qavmga taqlid qilsa, u o'shalardandir. Qadrli birodar va opa-singillar, nima bo'lganda ham tanlov o'z qo'lingizda. Olamlar Robbiga taslim bo'lish yoki yo'q. Alloh barchamizni mag'firat qilsin va jannat bilan siylasin. Amin. Siz bilan birodaringiz Mikoil bo'ldi. Assalomu alaykum. Masalaga yanada oydinlik kiritish uchun keling Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning bu borada berilgan savolga javoblari bilan tanishib ko'ramiz. Savol: Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Navruz bayrami musulmonlar bayramimi va aynan musulmonlar uchun qandaydir aloqasi bormi? Javob: Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh: yo'q,